Yuzingizni ikkala tomoni ikki xil va tishlaringiz qiyshirmi? Ko'pchilik holatlarda bu faqatgina tishlar bilan bog'liq bo'lmasdan, balki jag'lar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni jag'larning tabiiy holatda o'zi qiyshiq bo'lishi. Bugun ortognatik jarrohlik haqida suhbatlashamiz. Ortognatik jarrohlik bu o'zi nima degani? Ortognatik jarrohlik bu yuqori hamda pastki jag'larning va shu bilan birga yuzning boshqa suyaklarini to'g'ri tabiiy holatga keltirish operatsiyasidir. Bu kimlar uchun? Bu asosan yuzda turli xil nuqsoni bor bemorlar uchun, pastki jag'i juda ham oldinga chiqib ketgan bo'lsa yoki juda ham orqada qolgan bo'lsa o'sishdan, yoki shu bilan birga yuqori jag' o'sishdan qolgan bo'lsa va yuqori jag' oldinga chiqib ketgan bo'lsa, bundan tashqari sindrom Cruzon kabi kasalliklar bilan kasallangan bemorlarda ham o'tkaziladi. Demak, operatsiyadan maqsad nima? Operatsiyadan maqsad bu faqat estetik jihatdan emas, ya'ni sizni go'zallik yoki chiroyli qilish yoki yoshartirish uchun emas. Bu operatsiya bemorning hayotini yaxshilash uchun, ya'ni operatsiyadan keyin unda chaynov, gapirish, nafas olish, shunga o'xshagan funksional holatlar ancha yaxshilanadi. Va shu bilan birga bemorning estetik ko'rinishi tabiiy ideal normalarga to'g'ri keladi. Bu operatsiya kimlar uchun? Asosan yoshlar uchun qilinadi, 18-19 yoshdan yuqori bemorlarga qilinadi. Bu bemorlarga kimlar kirishi mumkin? Masalan, jag'i qiyshiqligi, bir tomonga o'sganligi yoki bir tomonda o'sishdan to'xtaganligi, yoshligida turli xil travmalar orqali jag'lar o'sishdan qolgan bo'lgan bemorlar bo'lishi mumkin, ularga kirish mumkin. Va bundan tashqari, tabiiyki, yuqorida aytib o'tganimizdek, jag'i o'sishdan orqaga qolgan bemorlarda o'tkaziladi. Operatsiya qanday o'tadi degan savol tug'ilishi mumkin. Operatsiya tabiiyki, bu kichkina operatsiya emas. Bemor operatsiyadan oldin tishlari tayyorlanadi, bir-ikki holatga qo'yiladi. Undan keyin esa operatsiya davri bo'ladi. Operatsiya ham kichkina emas. Operatsiya davrida yuqori hamda pastki jag'lar sohasida suyaklar kesilib, qayta joyi o'zgartirib qo'yiladi va undan keyin albatta reabilitatsiya davri. Yaxshi reabilitatsiya bu yaxshi natijaning 50% kafolatini ta'minlab beradi. Reabilitatsiya davrida bemor maxsus tyagalarda va bundan tashqari tishni boylab turadigan maxsus apparatlarda yurishi kerak bo'ladi. Sabab yuzning oldingi holatiga, ya'ni suyaklar oldingi holatiga qaytib qolmasligi uchun. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ortognatik jarrohlik bu faqatgina go'zallik yoki chiroy uchun emas, yuzni proporsiyasini to'g'rilash uchun emas, bu insonning hayotini yaxshilash uchun. Chaynash, gapirish, oziqlanish, nafas olish, shunga o'xshagan funksional holatlarni yaxshilash uchun xizmat qiladigan operatsiya. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozishingiz mumkin. Biz albatta javob beramiz.